Qozog'istonda yangi yil bilan boshlangan qarshilik harakatlari bir necha kunlar dunyoning qiziq nuqtasiga aylandi. Bu jarayonda Qozog'istonning burunqi prezidenti va davlatning amaliy huquqini tutib turayotgan Nursulton Nazarboyev o'ttirdan g'oyib bo'lib, prezident To'qayev hamma huquqni o'tkazib oldi va bosh ministr Asqar Maminni amaldan qoldirib, Alixon Ismoilovni bosh ministr qilib tayinladi. Xalqning qarshiligi kuchayib, saqchi va armiya xalq tarafga o'tishga boshlaganda, Qozog'iston prezidenti To'qayev Rossiyadan yordam so'rdi. Rossiyaning kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkiloti nomida Qozog'istonga qo'shin kirgizishi bilan Qozog'iston hukumatı vaziyatni kontrol qilganligini e'lon qildi. Namoyish jarayonida bir qozoq yigit shundoq degan: "Men Qozog'iston mustaqil bo'lganda tug'ildim. 30 yoshga kirdim. Mening yana 30 yil qul bo'lib o'tkim yo'q." Namoyishda 30 yoshlik bir qozoq ayol "Agar Qozog'istonda 30 yildan beri taraqqiy qildi degan biror narsa bor bo'lsa, u cheriklikdan iborat" degan. Namoyishchilar "Shalket", ya'ni "Yo'qol qeri" degan shiorlar bilan Nazarboyevga bo'lgan qarshiligini ifodalagan. Analizchilarning qarashicha, Qozog'iston xuddi Sharqi Turkistonga o'xshash neft, tabiiy gaz va yer osti boyliqlari mo'l bo'lgan dunyodagi eng boy yerlarning biri bo'lishga tegishli davlat bo'lsa-mu, navbatda Qozog'istonda boy kambag'allik farqi barg'ansir zo'rayib ketgan. Qozog'iston ishchilari Xitoy mablag' solgan neftliklarda to'van maoshga ishlashga majbur bo'lgan. Qozog'iston hukumatı saqchi va armiyani ishga solgan bo'lsa-mu, namoyishchilarni bostira olmagan. Faqat Olmati shahrida 30 mingdan ortiq odam namoyishga chiqqan. Saqchilar xalq tarafga o'tib ketgan. Askarlar o'z qarindoshlariga o'q chiqarmagan. To'qayev hukumatı mol bahosini tushirish, bosh ministrni almashtirish, xalqning talabini o'rinlashga va'da berish qatorliq usullar bilan xalqning qarshiligini besqitira olmagandan keyin Rossiyadan yordam so'rgan. 6 yanvar Rus qo'shinlari Qozog'istonga yetib kelish bilanla Qozog'iston hukumatining xalqqa tutgan yumshoq muomalasi birdan o'zgargan va qarshilik qilganlarga qilchi rahim qilmaydiganligini jakarlagan. Hatto bu harakatlarni chet elda tarbiyalangan terrorchilar qilyotidi deb jakarlab, saqchi va harbiylarga bevosita o'q chiqarish huquqi bergan. Gerçi Qozog'iston doiralarining chet elda tarbiyalangan terrorchilar degan gapining dalil isbotlari bo'lmasa-mu, ammo namoyishchilarga noma'lum odamlar tarafidan qurol tarqatilgan ko'rinishlar ijtimoiy taratqularda tarqalgan. 1-oyning 11-kuniga qadar tutilganlarning soni 8 mingga yetib, o'lganlarning soni 164 ga yetgan. O'lganlarning ko'pinchisi Olmatidan bo'lib, 103 odam o'lgan. Olmati shahri Qozog'istondagi eng cho'ng shahar. Shundaqla Uyg'urlar eng ko'p joylashgan shahar. Shaharda Uyg'urlar, ondan qolsa ruslarning nupusi ko'p bo'lib, qozoqlarning nupusi Uyg'ur va ruslarnikidan oz. Olmatidagi tijorat o'rinlari va restoranlarning ko'pinchisi Uyg'urlarning ilkida bo'lib, namoyish jarayonida namoyishchilardan ba'zilar do'kon va tijorat o'rinlarini bulab talgan. Bu qitimliq bulab talashda Uyg'urlarga qanchalik ziyon bo'lganligi texi ma'lum emas. Namoyishga Uyg'urlardan chiqqan odamlar bak oz ekanligi so'zlanmoqda. Hozirga qadar 2 Uyg'urning tutilganligi va qurolliq bostirishni ko'rib turgan 2 Uyg'ur yoshning o'q tegib o'lganligi ma'lum. Olmati shahri atrofida bog' g'o'yliliq uylari bo'lgan Uyg'ur mahallalari ko'p bo'lib, urush cheqishlar boshlangandan keyin ashu mahalladagi Uyg'ur erlari qurollanib, mahallalarga kirdigan yo'llarni to'sib, kech-kunduz bola-chaqalar va ayollarni qo'g'digan. Shundaq bo'lg'achqa Uyg'ur mahallariga hujum qiladigan ishlarmi ko'rilmagan. Bu qitimliq hodislar garchi ruslarning harbiy yordamga kelishi bilan besqitirilgan bo'lsa-mu, Qozog'iston hukumatining nurg'un ojizligini oshkorlab qo'ygan.
Bu qitimqi namoyishlarda ba'zi tashkillovchilar maydonga kelgan bo'lsa-mu, ammo Qozog'iston hukumatı aytgandek, chetdan kirgan, tarbiyalangan terrorchilar haqida put terab turg'idek fakt yo'q. Qozog'iston hukumatining o'z xalqining qarshiligini o'z soqchi va armiyasi bilan bostira olmay, chet eldan qo'shin kirgizib bostirishi Qozog'iston hukumatining o'z xalqi ichidagi inovatini emas, balki xalqarodagi inovatini yerga urgan. Xalq ommasi garchi vaqtliq tinjigan bo'lsa-mu, hukumatga bo'lgan ishonmaslik va g'azab texmo kuchayishi mumkin. Buning bilan Qozog'iston Xitoy yo'lini tutib, bargan siri mustabidlashishi mumkin. Qozog'istonning bu qitimqi bostirishini Xitoy qizg'in qo'llagan va alayda qism avatish taklifini bergan bo'lsa-mu, Rossiya maydonda bo'lg'achqa qurolli qism kirgizilmagan. Qozog'iston hukumatining bu qitimqi harakatlarni bostirishini analizchilar Xitoyga texmo o'xshab qelyotidi deb ta'riflagan. Rossiya garchi asosli qismlarni tez orada chekindirib chiqib ketadiganligi haqida bayonot bergan bo'lsa-mu, bir qism Rus qo'shinlarining davomli turdiganligi mo'ljallanmoqda. Qozog'istondagi bu qitimqi hukumatga qarshi harakatlarning bo'lishi va To'qayev hukumatining Rossiyadan yordam tilashi uzoqdan beri Xitoy bilan Amerikaning bu rayondagi mavjudligidan ansirab turgan Rossiya uchun oltindek fursat bo'lgan. Shunga ba'zi analizchilar bu ishlarning keynida Rossiyaning bor ekanligini taxmin qiladi, ammo buning qanchalik asosi bor, bir nim degili bo'lmaydi. Lekin shunisi aniqki, Xitoyning bir yo'l bir balvo qurilishidan foyda ololmaydigan Rossiya uchun bu Xitoyning ta'sirini ojizlashtirishdagi tepilmas bir fursat. Analizchilar bu qitimqi hodisalarning taraqqiyotiga qarab, To'qayev fursatdan foydalanib, amaliy huquqni kontrol qilib turayotgan Nazarboyevning qo'lidan hamma huquqni tortib oldi deb faraz qilmoqda. Nazarboyev garchi prezidentlikni 2019-yili To'qayevga o'tkazib bergan bo'lsa-mu, Davlat bexatarlik kengashining raisi salohiyati bilan amaliy huquqni qo'lida tutib kelmoqda edi. Analizchilar Nazarboyev Ruslarning kutgan yerdan chiqmag'achqa To'qayevni qo'llab, Nazarboyevni ko'zdan yo'qotish va shu orqali Qozog'istonni qaytadan ta'sir doirasiga olmoqchi deb muloyiza qilishmoqda. Demisimi Nazarboyev kuchlik tashabbus qilgan Turk davlatlari ittifoqining maydonga kelishi Xitoyni va Rossiyani bakmi biyaram qilgan edi. Qozog'istonda bo'lib o'tgan ishlar Qozog'istonga ko'ngil bo'ladigan kishilarni, bo'libmi Qozog'iston Uyg'urlarini qattiq andishaga solgan. Voqeaning qattiq qo'lliq bilan bostirilishi hukumatning voqeadan keyin Xitoycha uslubda ilib borgan qip-qizil yolg'on tashviqotlari, shaharning bulang-talang qilinishi qatorliq ahvollar yerlik Uyg'urlarni o'zlarining kelgusidan ansiraydigan holga tushirib qo'ygan. Bo'libmi Uyg'urlardan bo'lgan burunqi bosh ministr Karim Masumovning tutqun qilinishi va Qirg'izistonlik Uyg'ur muzikant Vikram To'xtaxunovning terrorist qalpig'i bilan qo'lga ilinib, qattiq qiyin qistoqqa uchirishi Qozog'istondagi Uyg'urlarni qattiq bearam qilgan. Qozog'istonning tinch amonligi va kelgusi Uyg'urlar ko'ngil biladigan muhim masala. Xitoyning ta'siri yo'qolmaydi ekan, Qozog'istonning go'zal istiqbolidan eg'iz echish tas. Yaxshi yeri buni qozoq xalqimi to'nib yetdi.